Assalomu alaykum. Avtomobil ishqibozlar, biz bugun sizlarga Spark o'yiniga tonirovka tortish jarayonlarini lavha qilamiz. Spark orqa eshigiga tonirovka tortish o'yiniga bizda tayyor abazimiz bor, o'ynagimiz bor. O'ynagimizga hozir tonirovkani ichkari holatda kesib tayyorlab olamizda. Keyin mashinaga olib chiqib tortish. Bu degani ishimiz tezroq bitishligi uchun bu yerda tayyorlab olsak, keyin tayyorlab qo'yamiz, klient keladi, tayyor o'yinni kuchini ochib tortib beramiz, ish tezroq bitadi. Mana shu jarayonni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hop, bizga bunga kerak bo'ladi o'ynak. O'ynagimiz tayyor yuvib olganmiz. Bu o'zimizdagi o'ynak, mashinaniki emas. Mashinadan yechilmaydi. Mashina o'ynakka qo'yib turib, tayyorlikni olamiz. Hop, menda 70 talik armalan tonirovkasi, quyosh sonsiz ochkasi buni 67% ga chiqadi, 70%. Hop, mana shu holatda tonirovkani boshlaymiz. Bu Spark o'yiniga 60 cm tonirovka yetadi. Ikkita eshigiga 120 cm, 50 cm olinsa, 120-130 olinsa bemalol tushadi. Tonirovkani hop, bunda holat narxini ham aytib o'taman. Bu tonirovkaning narxi 60 ming so'm metr. Hop, arzon tonirovkalar ham bor. X Pro, Sunblock tonirovkalar bor. Ularning narxi 25 ming so'm, 20 ming so'mdan ham. Ular ham bir yil yaxshi sezonda turib beradi, lekin quyosh bo'sishi sonsiz ashtasi o'ta past bo'ladi. Qancha tonirovkani qimmatrog'idan sifatlisidan tortsangiz, quyoshni ziyon nurlarini to'sib, ertadan keyin yozgi kunlarida sizni konditsioner yoqqaningizda ham bemalol mashinangizni ichidagi harorat bir xilda turishini, ortiqcha isib ketmasligini ta'minlaydi. Sonsiz ashta tortishligini tortishlarini tavsiya qilaman. Biz hozir tonirovkani tayyorlab olamiz. Buni chekkalariga e'tibor berasizlar. Endi buni ustalar biladi. Biz klientlar uchun qilyapmiz iloji boricha. Ustalarda ham balki bunaqangi narsa qilmagan bo'lishi mumkin. Men buni o'zim uchun, o'zimga ishimga tezroq bo'lishligi uchun yasab olgan narsam. Menda har xil o'yinlar bor. Masalan, Spark oldi eshiginiki, Matiz, Lacetti, Gentra har xil o'yinlardan o'zimga olib kelib qo'yib qo'yganman. Buni yaqinda sezon kelyapti. Agar ruxsat bo'lib qoladigan bo'lsa, bizga oldindan murojaat qilib, masalan, kelishingiz mumkin. Aka, menga Sparkni ikkita oldi eshigiga tortib berishingiz kerak. Siz bunaqa tonirovkadan bo'lsa deb aytib qo'yilsa, men ikkita o'yinni kesib bekosligini tayyorlab qo'yaman. Kelsangiz mashinangizga shunday tortib beraman. Ishingiz tez bitadi, ham vaqtdan yutasiz. Ham aytgan narsangiz oldindan qilib qo'yiladi. Bizga ham ko'proq nima desa bo'ladi, mashinaga qilishga ulguriladi. Sizni ham bizni ham vaqtimiz nima bo'ladi, tejaladi. Ikkita yondan bu holatda ikkita yondan jinni mashinani holatiga qarab turib orttirib qolinadi. Ikkita yondan o'rtacha 1 santimetrdan mashinani nimasiga qarab turib o'zi tortishdan oldin oynada bitta shpatilni masalan o'ynaydi arasiga bunday qo'yib ko'rilsa, qancha kelib ketadi, o'shani ozginasini olib qolinsa ham bo'laveradi. Hozir mana ikkita yon tayyor. Burchaklarga ahamiyat berasizlar, qirrali bo'lib qolmaslik kerak. Qirrasini olib tashlaymiz. Qirrasini olib tashlaganimizdan keyin tippasiga ham ahamiyat berasizlar. Eng muhim tippas hisoblanadi. Eng ko'p ishlaydigan o'ynaydi ochib yopilganda chiqib tushadigan joy tippas. Tippasini kesib sal tushiramiz pastga. Buni bitta kesib olib turib, mashinani o'zini bir marta kesib olsa bo'ladi. Zapasi bilan kesib olsa, mabodoga qiynalaman, tippasini bilgan bo'lsa, bitta tayyorlab olib turib, pastga kesib olsa ham bo'ladi.
endi bizga lattali shpatel kerak bo'ladi. Endi vegan ketsa deydi menimcha, shpatel o'rganganmiz biz. Mana tashti tayyor. Buni bitta fe'llab olish qoladi. Mana bu yerda chiziqlar, havo kirib qolgan joylar bor. O'shalarni mana shu holatda tayyorlab olinsa, mashinaga chiqqanda ortiqcha muammosiz, ortiqcha havosiz oson bitadi. Tonirovkamiz tayyor mana. Shunday olib chiqiladi, mashinaga bitta qo'yiladi. Tayyor holda turibdi. Har qanaqa spark mashinasini orqa eshigini oynaga tushadi. Buni yana bitta tayyorlaymiz. Mana buni ikkinchisi tayyorlab olganman, mana ikkinchi holati, mana shu holatda bo'ladi. Mashinaga olib chiqib shunday qo'yilsa tayyor. Biz buni o'zi tayyorlab qo'ydik. Mana bitta spark mashinasi bo'lsa, bemalol o'sha joyiga olib chiqib qo'yishga uzoq ketsa yarim soat vaqt ketadi. Bo'lmasa yarim soatdan ham tezroq bo'ladi. Mashinasini oynagini holatiga qarab, kiri toza oyna bo'lsa, yaxshi oyna holatda bo'lsa tez bitadi ancha. Tonirovkasi yo'q bo'lsa, tonirovkasi bo'lsa ham shilib tozalab berish xizmati bor bizda. Kimga kerak bo'lsa, tayyorlab o'ziga ham berib yuboramiz. Agar eplab olaman o'zim haqini tayyorlab kesaverasiz bo'ldi, o'zim tortib olaman desa, mana shu holatga keltirib, har qanaqa mashinani iloji boricha o'zimizda bor oynalardagi mashinalarda bo'lsa qilib berishga tayyorlab beramiz. O'zi tortib olish uy sharoitida tortib olsa ham bo'ladi. Yo'q, agar tortib bering deb telefon qilib nomerimni qoldiraman. Telefon qilishsa tayyorlab qo'ysak, orqa eshiklar, old eshiklar tayyorlab qo'yamiz. Kelishlariga darrov bo'ladigan holat bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa, tonirovka xizmatlari bizga murojaat qilinglar. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, bizni kuzatib turganlardan shu like bosib, podpiska qilib qo'yishni iltimos qilib qolardik. Bizga qilib turgan ishimizga motivatsiya bo'lib, harakatimizni yana kuchaytirishga, ko'proq video qilishga, ko'proq o'zimiz ustimizda ishlashga bu bizga nima desa bo'ladi, motivatsiya deydi. Hozirgi kunda hamma motivatsiya orqali, bizga shu motivatsiya bo'ladi.